Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga uylanmoqchi bo'lgan qiz yigitning jo'r tanlash haqidagi islomiy o'lchamni bayon qilamiz. Payg'ambarimiz Hazreti Muhammad sallallohu alayhi vasallam yatliq bo'lmoqchi bo'lgan qizlar uchun yigitlardan nimani talab qilish kerakligini va uylanmoqchi bo'lgan yigitlarning olmoqchi bo'lgan qizdan nimani talab qilishi kerakligini bayon qilgan. Avval payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizning egilariga mundaq degan: qandaqla bir yigit sizlardan qiz so'rab kelsa, agar uning diyonati ve ahlakı sizlarni qoyil qilsa, onu uylandiringlar. Agar shunday qilmasanglar, yer yuzida cho'ng buzg'unchilik tergan bo'lasizlar. Ya'ni o'g'ilda haqiqiy diyonatlik, dindor ve güzel ahlak bo'lsa, qabul qilinglar uni. Boshqa narsa muhim emas. Qizlar to'g'risida deganki, ayollar 4 narsaga asosan tanlanadi. Biri ularınki pul meli, yani baylığı, ikincisi nesibi, üçüncüsü güzelliği, dördüncüsü diyaneti. Sen diyanetlik, yani dindar birini tanlığın, eğer şunda kılmasan ziyan tartırsan dedi. İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet kılan sahih hadis. Hem de alimler dedi ki, insanlar normalda muşu 4 narsaga qiziqadamdi. Ayolning, almoqchi bo'lgan ayolning boy bo'lishiga va katta oiladan chiqqanligiga, ya'ni mashhur katta oiladan chiqqanligiga va uning go'zal bo'lishiga va uning dindor bo'lishiga shunga qiziqadi. Endi 4'lisi insonlar talab qiladigan narsa. 4'lisi bo'lsa texi yaxshi. Shuning ichidan agar boyligi bo'lmasa-mu, güzelliği bo'lmasmi, onun nasibi nayet yuqori cho'ng oiladan kelgan bo'lsa-mu, agar haqiqiy axloqli, dindor, xarakteri yaxshi ayol bo'lsa, shuning o'zi hammani besib tushadi. Chunki boylik bir xil to'maydi. Bugungi boy ata gaday bo'lib qolishi mumkin. Nasabning hech bir ahamiyati yo'q. Katta oiladan chiqqan mashhur odamning qizi, ulug' adamning qizi deganninki cho'ng bir alohidlik yo'q. U chiroymi bak muhim emas. Ya'ni chiroy o'zgarib turadi. Ayollarning chiroyi o'zgaradi. U chiroy go'zalligi hamisha to'maydi. Ammo qalbida o'rindigan haqiqiy diyonat, haqiqiy go'zal axloq, go'zal xarakter bu turadi. Bu buranchab qullardan o'zgarmaydi. Rahat farog'atdan o'zgarmaydi. Shunga diyanetlikni tanlag'in, sen shunda qilsang pay topsa, agar shunda qilmasang ziyon tortsa degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu to'g'rida bir qissa bor. Saudiya Arabistonda bir nayt boy bir yigit bor ekan. Biroq ko'zi ko'r ekan. Bu uylanmoqchi bo'lib bir qizga adam evatibdi. O qizmi 30 yoshga kirib qolgan, ya ishi yo'q, ya yunur yo'q. Chiroyimi ko'rimsiz, yani go'zal emas. Shunda bo'lganlik uchun insonlar qiziqadigan, zohirdan, ko'rinishda qiziqadigan bir narsa topolmaganlik uchun uningdan o o'tirib qolgan qiz keldi. İbadetini qilib, Allohga shukr qilib, Allohdan nasibasini kutib o'tirganlikdan, shundan bu yigitga uylandirmoqchi bo'lganlar yigitning rasmini aklib qizga ko'rsatgan. Ko'rsasi noit qamlashgan, kelishgan yigit. Qiz, "Yo, bo'ladi ekan bu, ajoyib kelishgan yigitgan bu. Agar bu shu yigit meni yaratibli qolsa, uylansam bo'ldi ekan" deb xo'sh bo'lgan degan, o'li deydi ekan. Endi bir masala bor, uni deb qo'yaylik. Bu yigit nayt boy, o'zi nayt dindor, o'zi nayt yaxshi
Üzümü kilişken bırak iki gözü kömeydi o. Degen kız toktap kalıp. Qanday qilsam bo'ladi deb turgan ekan uning mo'misi endi cho'nglar har vaqtda hikmatli bo'libdi. Qizim, balki bu baxt saodatning bir elchisi bo'lishi mumkin sizga. Siz yaxshi ko'rmagan, yoqtirmagan bir ishda Alloh taolo sizga bir yaxshilik ato qilishi mumkin. Balki shuning bilan sizning hayotingiz baxtli o'tishi mumkin. Mencha ma'qul desangiz bo'larmiki? Deydigan. Degan qiz eng oxiri qarorini bir bo'ldi, men shuni yotliq bo'lay deydigan. Yotliq bo'ldi ekan. 10 yilgacha shunday yaxshi o'tdi ekan. 10 yilda 4 bola tug'ildi ekan. 4 bola tug'ib berdim deydi. Shunday yaxshi o'tdik deydi. O kishimi naydi bak dindar, hem naydi kamtar, hem kuyimchan. An ma qizmamda haqiqatan oila tarbiyasini shunday yaxshi olgan, shunday kuyimchan, xarakteri shunday yaxshi, shunday axloqli, shunday qiz ekanda. Shuning ikkisi shunday kelishib qolibdi. 10 yil jarayonida 4 bolasi bo'libdi. 10 yildan keyin bu yigitning tuqqanlari endi hozir meditsina ilmi bak taraqqiy etibdi. Ko'r odamlarning ko'znimi ochqil bo'ldi ekan. Balki sizning bir tekshirib baqsa, doktor tekshirib baqsa, ko'zingizni ochqil imkoniyat bo'lishi mumkin degandikin. O'ylab baqay deb o'ylab axir doktorga ko'rinib baqayli zino bo'lganligini deb doktorga ko'z kontrol qilsa, ko'zingizni operatsiya qilsak, balki ko'zingiz ko'rib qolish ehtimoli yuqori deydigan. Degandikin hammasi xo'shlab, mayli andaqda operatsiya qilib baqayli. O'sha dunyoni ma'no, dunyo ama şu gözüm bilen bir kürey deb hoşuldu ekan. Ameliyatda operatsiya qildikan, ko'zi echildi ekan. Ko'zini operatsiya qilib tengib qo'ydik endi. Shu ko'zi echildigan kuni, ochdigan kuni, ko'zdagi avu tenglikni ochdigan kuni yigitning ota-onasi, tuqqanlari va bolalari, ayoli hammasi shunda xo'shallik bilan ayna qo'llarida guldastlarni elib shunda xo'shallik bilan kelib ayna intizor bo'lib turdi ekan. Bu arada ayoli o'zi xijal bo'lib, o'zininki chiroyiniki ancha go'zal emasligidan eri ko'rsa rohatsiz bo'lib, bir aram bo'lib ketmasin deb ashning orasida asta so'g'ilib chiqib boshqa bir uyga chiqib o'tirdi ekanda. Ko'zi echilgandan keyin ota-onasi, bolalari ko'rib, suyab andin. Bolalarini ko'rdigan, ota-onasini ko'rdigan, shunda xo'shlab, qani mening hayot sherikim, mening jinim qana. Qani mening hayot sherikim deb chaqirgan. Chaqirgandan keyin hoy mishadi bor desa, qarasa arasida yo'q. Shuning bilan chiqib uni chaqirib akirdigan. Chaqirib akirgandan keyin ayoli kelib, yuzlariga suyab, qo'llarini tutib uningga men bu sizning ayolingiz meni deb endi bu nimada deb turganda yigit deydi ekan, dunyoda men sizni tasavvur qilgandimmi bak go'zalkansiz. Men tasavvur qilib o'ylagandimmi bak go'zalkansiz deb maqtaydi ekan. Maqtagandan keyin ko'nglida bu nayt va xushal ekan, ammo kishilarning tuqqanlarning oldida, bolalarning oldida maqtab qo'ygandan keyin shayton ko'ngliga balki endi seni mishadi bir xijil bo'lmasin deb ko'nglingni avaylab ayna deb qo'ydi herhalde. Ammo ko'ngli bir aram bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu odamning ko'nglimda bir aram qilsam, o'zim ko'rimsiz tursam deb shunda o'yladi bo'lgan. Keyin qarasa, u haqiqiy yaxshi ko'rdi ekan buni. Hech qanday chanduma ko'zi ko'rmaydigan chaqda qilgan muomalasining ko'zi ko'radigan chaqda uningdanmi yaxshi muomala qilib, texmi bak muhabbatini izhor qilib, texmi bak o'zining yaxshi ko'radiganini his qildirib ayda qilganda, shunga haqiqiy meni yaxshi ko'rdi ekan bu deydi ekan. 30 necha yil meni o'tib hozirgacha. Shundoq baxtli ikkimiz shunda turyapmiz deydi. Shuningdek ayol deydi, Allohning qudratiga shunda qoyil bo'ldimki, Alloh taolo shuni qo'rqib qo'ymagan bo'lsa, mening ichki go'zalligimni ko'rolmaydi bu. Tashqi qiyofatimga, ko'rinishimga qarab balki meni yaratmasligi mumkindi. Alloh taolo mening ichki go'zalligimni ko'rsatish uchun buning ko'zini qo'rqib qo'ygan ekan, shuningdek bizni Alloh taolo birlashtirdi deydi. Qur'on Karimda bir oyat var. Asa an takrahu shay'an ve yec'alallahu fihi khayran kaseera deydi.
sizlar bir ishni yomon ko'rishingiz mumkin, yoqtirmasligingiz mumkin. Balki uningda Alloh taolo sizlarga nihoyat yaxshiliklarni ato qildi deydi. Ya'ni biz yaxshi ko'rmagan, yoqtirmagan ishlarda nurg'un yaxshiliklar bor, lekin biz buni bilmaymiz endi. Alloh taolo biladi. Yana bir qissa bor. Bir odamning ayoli vafot bo'lib ketgan, bir qancha yil o'tgandan keyin u faqat o'ylanmayotganda bu. O'ylanmagandan keyin uning do'stlari kelib, "Hey adash, yolg'izlik degan bir Xudoga maxsus. Yolg'iz o'taveramsa, endi sen o'ylangin, ayolingdan bu ayrilding deb o'ylangin" degandan men ayolimdan ayrilmadim-ki. Nimishqa o'ylanaman? Ayolim vafot bo'lib ketdi. Vafot bo'lib ketganda men undan ayrilmadim. Mening yuragimda shu ayolim bor, qalbimda bor. Ayolim bilan yashayapman men. Biz bizni bugunda yaxshi ko'rdik. Men dunyoda samonning ichidan yengni izlab topa olishim mumkin. Lekin ayolimning o'xshishini dunyoda izlab topolmayman degan. Nima deganim o degan. Sana bir misolni deb berayim shuna. Bir kuni ayolim bilan jidallashib qoldik. Ayolimning og'zidan bir yomon gap chiqdi shu chaqda. Shuniga mening qattiq g'ururim qo'yib achchig'im keldi. Bo'ldi, taloq, ket. Dadam uyga ketgansan, ajrashiman deb qo'g'layotdim. Gap qilmay ketdi u. Qo'g'layotgandan keyin bir qancha kun o'tgandan keyin o'zim pushaymon qildim. O yolg'izlik his qildim, uni seg'indim. Shuni bilan endi o'zim qo'g'layotgandan keyin endi o'zim baray deb kashta berib xijolatchanlik bilan eshikni qoqdim. Eshikni qoqsam, ayolim o'zi chiqdi. Chiqib meni quchoqlab, yuzlarimga suyab, qulqamga dedi: "Bizning aramizda bo'lgan ko'ngilsizlikni uydagilarga his qildim-man. Chunki men uydagilarga sizni boshqa bir shaharga bir xizmat bilan ketib qoldi, vaqtliq bu yerda turadigan bo'ldim deb kelgandim. Uydagilar bilmaydi buni" deb uyga boshlab akirtgan. Uyga boshlab akirdi shu joyda. Shunda qildi, demak mening ayolim men bachchaqda meni qo'g'diganning sirtida men yo'qchaqda meni qo'g'didi. Hatto men uydan qo'g'layotsammi, qo'g'layotgan tursammi, yana meni qo'g'didi, yana mening yuz obro'yimni yana saqladi, yana meni qo'g'didi. Mushunda vafodor, mushunda qo'g'daydigan bir ayolni men nereden topaman dedi. Amaliyotda Alloh taolo Qur'on Karimda ayol ikkalanni sizlar bir-biringizga kiyimga o'xshaydi deydi. Hunna libasul lakum va antum libasul lahunna deydi. O ayollarınla sizlarga kiyim, sizlar ayollaringizga kiyim deydi. Kiyim degan issiq sovuqdan saqlaydi, odamningki badanni echilib qolishini saqlaydi, masalan. Endi qo'g'daydi-da. Bu shunda bir o'xshatishki bu ayol bir-birining ayiblarini ayında yapıdı. Birbirinin ayıplarını yapıdı. Birbirinin ayıplarını yögeydi. Birbirini qo'g'daydi. Mayli endi bağ olsun, yo'q olsun birbirini qo'g'daydi. Haqiqiy muhabbat mana shu. Ya'ni bu ikki yerimning pütüllashganligi. Ya'ni haqiqiy bir o'ylanish hamda ikki yerimning pütüllashganligi bo'ldi. Bu pütüllük birbirinin kam taraflarını to'liqlaydi. Birbirini qo'g'daydi. Birbirinin ayıplarını yögeydi, yushurdi. Mushundaq qilib hayotda baxtli o'tadi. Hammaylarning ailəsinin mushundaq bo'lishini Alloh taoladan tilayman.